Tavakkal Allohga deysiz a? Nima degani? Ishimni Allohga topshirdim, keyin nima bo'lsa roziman degani. Tavakkul Allohning rejasi va hikmatiga to'liq ishongan holda hamma narsani uni o'ziga topshirish. Tavakkul sabablarni zo'r qilib bajarib, keyin ishlarning natijasini g'am qilmaslik. Nimaga o'xshaydi? Baliq tutgani borganmisiz qarmoq bilan? Katta baliq tutib kelaman. Bugun zo'r tutib kelaman, bir paqir baliq tutib kelaman, bola chaqam bilan yeyman deb yaxshi niyat bilan chiqdingiz. Qarmoqni yasini oldingiz. Ilonchilikda oldingiz, kukuruzda oldingiz, xamirda oldingiz. Yana nima ilinadi baliq chiqishi uchun? Hammasini oldingiz. Paqirda oldingiz, ildingiz, boyagi ilonchiligingizni ignaga solib tashladingiz. Endi bu yog'i tavakkal. Chiqsa ham alhamdulillahi robbil alamin, chiqmasa ham. Yo tashab qo'yib siqilasizmi? Yo'q. Tavakkul shu, g'am qilmaslik.